أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hürmetli qarindoshlar, bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz Ramazon munosabati bilan tayyorlangan ro'za nomli darsligimizning 4-darsi bo'lgan Ramazon oyini ko'rish degan mavzudagi darslik. Endi biz bu Ramazon oyini ko'rish degan bu darsni 4-o'ringa o'tizdik. 3-o'rin biz birinchi qilib ro'zaning turlarini so'zlab o'tdik. Ikkinchi qilib ro'zaning darajalarini so'zlab o'tdik. Uchinchi qilib ro'zaning niyatini so'zlab o'tdik. Nima uchun? Endi Ramazonda niyat baldirib kelamdi yoki Ramazonning oyi baldirib chiqamdi desa, deb so'ralsa, buni tabiiy javob beramizki, Ramazonning oyi baldirib chiqadi, Ramazonning oyini ko'rib qolib, undan keyin ro'zani niyat qilamiz deymiz. Ama biz nima uchun niyatni oy ko'rishning oldiga ochib qo'ydinglar deb so'rab qolsa, buningga beriladigan javob, chunki ro'zaning niyati bo'lsa, bu umumiy bir ish. Ya'ni Ramazondagi ro'zaga va Ramazonning sirtidagi kafarat, nazr va qasam va nafl ro'zalarga hammaga umumiy bo'lgan bir ish bo'lganligi uchun umumiy bo'lgan ishni, umumlikni xususlikdan ilgari o'rin qo'ydik. Shu sababdan umumiy bo'lgan ishni baldirib bayon qilib, undan keyin xususiy bo'lgan Ramazon oyiga bo'lgan taalluq bo'lgan aloqador bo'lgan masalani bayon qilmoqchi bo'ldik. Endi Ramazon oyiniki, ya'ni ro'zaning ahkomlariga aloqador bo'lgan masalani bundan keyin bayon qilamiz. Chunki biz hozir Ramazon oyida turayotgan bo'lg'achqa, ro'zaning eng dastlabki boshlanish nuqtasi shu Ramazon oyini ko'rish bilan boshlanadi. Endi biz oldi bilan bugungi so'zlamoqchi bo'lgan darsimizning umumiy mazmunlarini so'zlab o'tib ketib, undan keyin tafsilotga kirib ketaylik. Ya'ni Şaban ayının 29-kechasi barliq kishilar chiqib oy ko'rishi lozim. Agar barliq kishilar chiqqan bo'lsa, shu barliq kishilarga vakolatdan kishilar chiqib oy ko'rishi lozim. Agar ular oy ko'rsa, atsamiz ro'za tutadi. Agar oyni ko'rilmay, havo tutqilab qolsa, bulut tutqilab qolib qolsa, bular bu kunni 29ni atsini bir kun sanab 30 kun kamil qilib, Şabanning 30 kuni qilib o'tib, atsi 31. günü, yani Ramazan'ın 1. günü hesaplanırdı, ro'za tutadi. Endi bir adam oy ko'rgili chiqib, bir adam faqat bir adam yolg'iz oy ko'ribdi. Yolg'iz oy ko'rgan bo'lsa, bu adam ro'za tutaverdi. Agar Imom Ahmad buning guvohchiligini qabul qilsa-mu, qabul qilmasa-mu. Ondan Ramazon oyi ko'rganda ishonchli odamning bir dona adam guvohlik qilsa, Imom Ahmad buning guvohchiligini qabul qildi. Agar endi imom degan endi qozi, ya'ni islom muftisi, agar uni bir adam siz yolg'iz ko'ribsiz, obdan ko'rmabsiz deb qabul qilunmasa bu ko'rgan odam ro'za tutmaydi. Agar osmonda bir havo bulut qilib boshqalar ko'rmay faqat bir odam g'ana ko'rgan bo'lsa, imom odil bo'lgan bir odamning guvohchiligini qabul qildi. Bu odam ayol kishi olsun yoki ayol kishi olsun, ozod o'zining qo'li olsun o'xshash. Agar osmonda hech qanday bir havo tutib qolmay yoki bulut qilib qolmay, hech qanday bir sabab bo'lmay, boshqalar ko'rmagan bo'lsa, faqat bir odam ko'rgan deb kelsa, Imom Ahmad uning guvohchiligini qabul qilmaydi. Taki osmon uchiq turib oy ko'rilmagan bo'lsa, buni shu bir to'p kishilar yolg'on aytganiga ishonch qilolmaydi darajada bir to'p kishilar biz oy ko'rdik, bizmi ko'rdik demaguncha buni guvohlik qabul qilinmaydi. Shunda bir to'p kishilarning guvohlik qilish bo'lmaguncha buni guvohlik qabul qilinmaydi. Mana bugungi darsimizning asosli mazmuni bu. Endi biz tafsilotga kirib ketaylik. Ya'ni Şaban ayının 29. kechasi Ramazonning hilal ayini izlash, oy ko'rgili chiqish, cho'l bayovallarga, igiz urullarga, hozirgi zamondagidek durbullar bo'lsa, durbullarni setib olib, agar sharoiti bo'lsa, shu oyni ko'rish uchun islom dinining cho'ng bir ruknisi bo'lgan Ramazon oyining boshlanishini ishonchli holda bilish uchun her bir adamın çıkışı vacip kifaye.
Endi farz ikki xilga bo'linadi, vojib ikki xilga bo'linadi. Biz o'tgan buni ilgari darslarda bo'lgan bo'linmadan boshqa yana ikki xil. Farz ayn, farz kifoya. Vojib ayn, vojib kifoya. Farz ayn degani bir odam o'zi qilmoqchi buning gardini saqlamayotgan narsa. Farz ayn degani bir odam o'zi qilmoqchi, masalan bir odam namozni o'zi o'qimoqchi, bilan odam unga namoz o'qib qo'ymaydi. Namoz o'qimasa uni ro'za tutib qo'ymaydi. Hech nima qilmaydi. Uni hech nima bitgan narsa. Bir odam o'zi qilmoqchilikka uning gardinidan saqt bo'lmaydigan ishni farz ayn deb ataladi. Endi farz kifoya degan nima desa, shu kishilar, shu yurtdagi kishilardan bir turkum kishilar shu farzni ado qiluvchilar odamlar chiqib ado qilib olsa, bu chiqmasimi? Uch farz ado bo'lgan holat bo'lsa, bunun gardinidan ma farzni ado qilmaganlik gunohi saqt bo'ladi. Mana shu farz kifoya deb ataladi. Masalan, mayit namozi, janoza namozi farz kifoya. Agar bir yurtdan bir odam o'lib qolsa, shu odamning namozini shu yurtdan bir qism kishilar namoz yub tarab kipallab namozini o'qib olsa, u yerga qatnashamay qolgan bütün kishilarning gardinidan gunoh saqt. Agar bir yurtdan hech kim o'shu mayit namozini tushirmasa, shu mayit namozini o'qimasa, hammasi gunohkor. Shu yurtga hammadan bir farz qilmagan gunohkor o'tirchaqda. Farz ayni qilmagan gunohini ortiga kelgan. Xuddi ham shu Ramazon oydimi? Ramazon oyini ko'rish vojib kifoya. Ya'ni agar shu bir yurtdan bir turkum kishilar, ishonchli kishilar, yetarli kishilar oy ko'rishga tayyorlanib, oy ko'rib, ro'ziniki vaqtini belgilab qilsa, oy ko'rmagan kishilar shularning guvohligini qabul qiladi, shularning oy ko'rganligi shularga kifoya qiladi. Agar bir yurtdan hech kim oy ko'rmasa, shu yurtga ham hammasi gunohkor bo'ladi. Vojibni tark etganda gunohkor bo'ladi. Xo'sh, endi buningga dalilingiz nima desa, Peygamber aleyhissalatu vesselam'da rivayet kılınan bir hadiste ve selef salihladın, sahabeler, tabiiladın. Ula eğer de hemmimiz ay kögülü çıkarttı, eğer aynı görse rozu tutattı. Eğer aynı küremeyi kalsa, yani hava bulut tutuklap kılıp ya hava tutuklap kılıp 30 gün Şaban'ın 30 gün tutup ötüp onunki ertesi yani 31. günüsünde Ramazan'ın 1. günüsü de rozu tutup attı. Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis rivayet kılan ki Sumu li ru'yetihi. Sumu li ru'yetihi ve aftiru li ru'yetihi. Fe in gabiye aleykum feekmilu iddete Şa'ban 30. Bu Bukhari'nin hadisi. Yani Peygamber aleyhisselam diyen ki sizler aynı kürüp yani aynı körge vakti da rozu tutunlar. Ve aftiru li ru'yetihi diyen yani Ramazan'ın eni kürüp rozu tutunlar ve aftiruli ru'yetigen Ramazan'ın Şevval'ın eni kürüp iftar kılanlar yani rozu namazını okunlar. Fe in gabiye eğer silahı ay kürünmeye kalsa fe ekmilu degen Şaban'ın sanını tuluk 30 kılıp Şaban'ın 30 sanı ötüp 30 gün Şaban'ı kılıp ötüp onun kendi ertesi Ramazan'da bir saatler rozu tutunlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hadis sözü bu hadiste sumu degen am. Rozu tutunlar. Sumu li ru'yeti degen gap bu hüküm am usul fıkıhda am deb bir gap var. Yani umumi söz. Aynı kürep rozu tutunlar degen aslı bu hadisin hükümünde mi çıktı? Her bir kişi ay görsün. Selahattin her bir Müslüman ve Müslüman degen adam rozu tutmaya gelen hemmimiz ay izlesin, ay karısın. Degen bu hadisinde ki nima uzun mujarrad farz ayn degen gap hadisin hükümünden çıkanda. Lekin nima vacibi ayn degen gap. Lekin Peygamber sallallahu yeni bir hadisi de Arabiniki guvahlıkını kubul kılmadısı olgan ha demek eğer de başkalar kürenmeyi kalsa belki adam guvahlık baş kubul kılmadıkken degende ha bu vacip kifaye ekeni hüküm çıkartayadın. Demek şunda adamı her bir adamın bir Ramazan ayına nispeten bunda bir köngül bölüşü, dikkat itibarını biliş gerek Müslüman degen. Ha bugün bugün ay mıkana adam aynıki bir günlük ay kancak, 2 günlük ay, 3 günlük ay kancak Muhammed kadem Müslümanlığı var dünyada hazır. Ay nereden çıktı, nerede oturdu Muhammed kademli var dünyada hazır. Anladın? Bunda ayığımı karab koyacak. İslam dininden bu ay degen Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah ayda tılgılıp yes'aluneke anil ehille kul hiye mevakitu linnâsi vel hac. Allah Teala ata insanlığa ibadetler için Allah ayda kuralgan miqat vaktini bilgilatgan asbablı amilla bu ay degen. Bu ay qarab vaqt ibadetlerini vaktini bilsin deb yaratdim bunu da Xudoyim.
uçuq deb qo'ygandan keyin biz shunga yarashab oyga qarab bunda ibodatni bilishni, oyda maqancha kunlik oy ekan, maqancha kun oy ekan deganni bilishni yarashab ketdi. Hammani voy, buga manda e'lon qilibdi, u yerdan da qilibdi deb. Tabiiy qarash kerak. Boshqa tabiiy taraqqiy qilgan davlatlarda buga oy kurab ko'mib degan diqqat qilish kerak. Unga alohida diqqat e'tiborimizni berishimiz kerak. Lekin biz o'zimizmi oyni bunda farq etaylik holatga. Mau 1 kunlik oy ekan, mau 2 kunlik oy ekan, mau 3 kunlik oy ekan bunda ayrıqligida bilimga ega bo'lish kerak. Buni shunda bir qiz ko'ngil bo'lsak, hozirgi pul topqilib ko'ngil bo'lgandek. Va boshqa telefonlar shu javval telefonlardagi uyurlarni, telefonlardagi mashg'ulotlarni elib berish o'rgangandek bir ko'ngil bo'lsak, shu oynamu qancha kunlik oyligini, qancha kunlik oy emasligini bilgili bo'ladi. Shuni o'rgangili bo'ladi. Shuni bir har bir musulmon ko'ngil berib qo'yish kerak. Bu vojib kifoya degan ish. Endi Ramazan ayini kurashda bir adamning xabari qabul qilinadi. Agar osmonda hamma kishi oy ko'rgili chiqibdi. Oy ko'rgili chiqib, osmon havo bulut tuqlab qilib yoki havo tutuqlab qilib, shunun o'xshan sabablar orqali bu oy ko'rilmay qolibdi. Sha'bonning 29-kechasi oy ko'rilmadi, ya'ni Ramazonning ayini ko'rilmabdi. Anda bu ahvolda bir adam, adil adamdan birisi, erkek olsun, ayol olsun, adil adamdan birisi kelib, men andan oy ko'rdim deb guvohlik qilsa, buniki guvohchiligi qabul qilinadi. Nimishqa buning guvohchiligi qabul qilinadi desa, buning dalili Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhu deganki, bir Arabiy payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib dediki, inni ra'aytul hilal, ya'ni men oy ko'rdim, ya'ni Ramazon oyini ko'rdim dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dediki, atashhadu an la ilaha illalloh, sen la ilaha illalloh deb guvohlik beramisan dedi. Payg'ambar Arabiy dedi. Ha dedi. Payg'ambar alayhisalom, atashhadu anna Muhammadar rasululloh, sen Muhammadur Rasul, Muhammad alayhisalom Allohning payg'ambari deb guvohlik beramisan dedi. Bu Arabiy ha deb javob berdi. Payg'ambar alayhisalom dediki, ya Bilal, azzin fin nas falyasumu gada. Ey Bilal, sen kishilarga shuni jakoylig'inki, at ro'za tutsunlar. Da Payg'ambar alayhisalom shunday dedi. Mana mushu hadisdan bizning oladigan hukmimiz shuki, agar bir musulmon, bunda musulmon bo'lish shart. Ayolning gapini qilmadi Payg'ambar alayhisalom. Azod qulning gapini qilmadi Payg'ambar alayhisalom. Faqat sen musulmonmi deb so'radi. Musulmonligini bilgandan keyin ha bo'libdi Bilal. Sen nima qil? Xalq jakolig'in deb shunday dedi. Endi fuqaholar adil degan bir gapni shart etib qo'ydi. Adil degan nima degan gap desa, adil degan gap ya'ni gunohi kabira o'tkazmaydigan, cho'ng gunohlarni qilmaydigan, kichik gunohlarni davomli qilmaydigan, ya'ni pat-pat yoki hisobsama kichik gunohlarni, unda davomli kichik gunohlar bilan shug'ullanmaydigan, cho'ng gunohlarni qat'iy qilmaydigan adam adil odamga mushu. Andan. Deb shunda ko'rsatgan. Ya'ni mushundaq adil bir adamning eng bulanmaganda adil bir adam, men ravo bulut bulab qolganmi de sharoitda men oyni ko'rdim deb guvohlik bersa, shu chog'da hamma kishiga Ramazon ro'zasini tutish gadingi farz bo'ladi. Endi bir adam guvohlik beribdi, men oyni ko'rdim deb. Ondan lekin bir adam men oyni ko'rdim deb guvohlik beribdi. Lekin qozi uniki guvohlikni qabul qilmabdi. Siz hamma uchiqtisa, siz hammadan ko'p ish qilib ko'rdingizmi deb qabul qilmagan bo'lsa, oy ko'rgan uzr tutishgadingi farzdi. Uzr tutishgadingi farz. Endi oy ko'rgan odamning gadinga darhol qozi sud mahkamasiga berib, qozixonaga berib, shu mahkamaga berib, islom qozilarining eng cho'ng shu kishilarning ishlarini belgilaydigan, ro'za ishlarini belgilaydigan cho'ng ahli ilmlarni qishig'i berib, men oy ko'rdim deb guvohlik berishi gadiniga farz. Mal gadiniga farz, shunga gadiniga farz. Bu cho'qim guvohlik berish kerak. Ko'rdam deb uyda qap yoz. Ko'rdagidagi yolg'iz o'tishib qat'iy haramish. Cho'qim guvohlik berish kerak. Bu mular bir musulmonning majburiyati. Hattoki aş o'yindalar chiqmaydigan, ishkak o'yindalar chiqmaydigan qiz vallah, ayollarmi? Hatta iri onunğa ruxsat bermegen takdirde iri onunğa o'yindalar chiqmaysiz maqma deb ruxsat guvohlik belgili bo'lmaysiz deb ruxsat bermegen takdirde ayollar onun quloq solmay berib,
islom podshosiga yoki qoziga yoki shu yerdagi ahli ilmiga, nufuzli ahli ilmiga men oy ko'rdim deb guvohlik berishi ya'ni farz. Endi bu masala tugadi. Agar bir adam 30 kun agar ular 30 kun sanab o'tibdi, oyni ko'rmabdi. 29-kuni Shabonning oyini ko'rmabdi. 30 kun sanab Shabonning 30 kun o'tkazib o'tibdi. 31-kunisimi bular oyini ko'rmasa qanday qiladi? 31-hamdi. Shabonning 30 kun o'tib bo'lgandan keyin oy ko'rmagan bo'lsa bu ahad qanday qiladi? Bu haqda İmam Ebu Hanife rahimahulloh deydiki, ular ro'za tutib berdi. Anladın. Qayda bo'yicha ay ko'rmagan bo'lsa-mu 30 kun kamil sanab bo'lgandan keyin Shabonning 31-kuni oyni ko'rsin, ko'rmasin ro'za tutaveradi ehtiyot yursa-da. Endi bir adam ben shu oyni ko'rdim deb guvohlik berib kelsa, qozi uniki guvohligini qabul qilmasa, bu odam ro'za tutaverdi dedik. Agar bu odam ro'za tutmasa hamda, uning gapini qabul qilmagandan keyin ro'za tutmaydi deb ro'za tutmasa desa, bu gadingi vojib bo'lgan farz qilmaganlik uchun bir kun qazoni qiladi. Ro'zaning qazosini tutadi, lekin kafarat ketmaydi bu odamning gadinga. Kafarat ketmaydi. Endi agar bu oy ko'rgan odam hamda Ramazon oyi emas, Shavvol oyi bo'lib qolib qolsa, Shavvol oyini ko'rgan bo'lsa bu odam ro'za tutamiz uchun qazoxonimning guvohlik belgili kelgan bo'lsa, qazoxonim bu odamning guvohligini qabul qilmagan bo'lsa, bu odam kishilar bilan birga ehtiyot yursidan birga ro'za tutadi. Ehtiyot yursidan birga ro'za tutadi. Agar adam oy ko'rgandan keyin ro'za tutmayman deb ro'za tutmasa, buning kafarati yo'q. Buning kafarati yo'q. Nimishqa bizdagi e'tiqodi bo'yicha aytganda, lekin buni bir kun qazo ketadi. Endi Ebu Hureyre radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dediki, "Savmukum yawma tasumun va udhakum yawma tudhun." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dediki, sizlarniki ro'za tutgan kuninglar, sizlarning ro'zanglar, ya'ni Ramazoninglar demak, sizlarning Ramazoninglar, sizlarning ro'za tutgan kuninglardir. Sizlarning qurbon haytinglar, sizlarning qurbonlik qilgan kuninglardir. Demak, bu hadisning ma'nosi nima degan gap desa, ya'ni jamoat, top jamoat hammasi bilgan Ramazon deb e'tiqod qilib Ramazon tutgan bo'lsa, shu kun Ramazonga hisob. Top jamoat hammasi birlik qilib bilgan shu qurbon et kunisi deb niyat birlik qilgan bo'lsa, shu qurbon etgan kun. Shuning uchun men beshdiki, men oy ko'rdam degan odamning o'zi agar top jamoat ash qozilar hammasi bilib, buniki qabulni, shahodatni, guvohlikni qabul qilmasa, bu darhol Ramazonda ro'za tutaveradi. Ramazon oyini ko'rganda, ro'zat oyini ko'rgan chog'da desa, ro'zat oyini ko'rgan vaqtida bu shu kishilar jamoat bilan birga ehtiyot yursin, yana ro'za tutadi. Har ikki holatda. Endi osmonda guvohchilik masalasi tugmada, agar osmonda hech qanday bir illat yo'q, ya'ni havo tutuq emas, havo uchiq ekan, bunda holatda qancha odamni guvohlik qabul qilindi oy kurashda desa, Ebu Hanife rahimahullohdan kelgan rivoyatda ikki odamning eng oz bo'lgan ikki odamning guvohligi qabul qilinadi. Eng oz bo'lganda. Yana bir rivoyatda bo'lsa, shu bir top jamoat, bir top kishilar yolg'onligi bir birlik kilo olmaydigan darajada bir top kishilar mumkin odamda u yerdan bu mumkin deb tarafni xabar kelgan chog'da uni qabul qilindi deydi. Yana bir rivoyatda eng oz bo'lgan ikki odam. Endi lekin bir odam agar shahar sirtidan kelib anda uy bino imoratlarning orasida emas, shahar cho'l bayovonlardan kelib qolsa bir odam va men oy ko'rdim, cho'lda kelgach oy ko'rdim deb buni guvohlik bir odam bo'lsa qabul qilindi bo'ladi. Chunki cho'l bayovondagi ko'ringan oy yulduzlar ama shahar imoratlarida anda ko'rinmaydi. Va shuningdek igiz shu shahardagi igiz joylarda masalan Abrojil Bayt degandek igiz shu Munar Halife Munar degandek igiz munolarning ustidagi odamlar hop men oy ko'rdim desa, igiz munolarning ustida turib pastga ko'mganlar biz ko'mdik deb yog'lamaydi. Igizdikilarni ko'rgani hisob. Nimishqa kurash bu oyni kurash degan havo sap bo'lgan bilan havo tutib qo'ygan chog'da o'xshamagandek igiz yer bilan pakayalardagi, pasiyalardagi oy kurash nisbatimi o'xshamaydi. Mana Arabiyning hadisini ilgari o'tgan Arabiyning hadisini payg'ambar bir Arabiyni musulmonligini bilan qabul qilgan. Chunki cho'l bayovonlarda ko'ringan oy ko'ran, barchada ko'rinsa, ma shaharlarda ko'rinmaydi. Qarashin bor. Oyniki ba'zan
Tirpidin karşı kürense bəzi tirpidin karşı kürenmeyet karşılımı var. Kürenmeyet karşılımı var. Şu sebepten şu. Hem de bir mesele tükedi. Hem de yeni bir mesele başladık. Bu olsa eğer rayonlardan yani devletlerden birer devlette ayının kürülgenliki inik ispatlansa barlık Müslümanlığa rozu tutuş geldiğinde lazım buludu. Anladın? Bazı devletlerde kürünme günü, bazı devletlerde kürün günününki hiçbir, bazı devletlerde kürünme gününün hiçbir itibarı yok. Ha biz ay gömüdük Müslümanımız. Mesela Saudi Arabistan'da ay kürülse, mesela Türkiye'de ay kürülmese, ya bizim Türkistan'da ay kürülmese, hem dünyadaki şu ahvalını bilerdik ellemde hazır zamanımızda. Bugünkü zamanda şu haberini bilerdik gidek derecede etrafı yakın hoşun devletler olsa biliyoruz tutulsa hazır zamanımızda hazır dünya bir küçük kenet kaynayıp kaldı. Bir dem ciddi haber takip getirdi. Ay kürendime diyen haber kelgen aman çokum nima kılıdı? Hem devletki Müslümanlar çokum roza tutuş gerek. Roza tutuş gerek. Mana şu İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullah'ın mezhepleridir. Ama İmam-ı Şafii rahimehullah deydi ki her bir ya üzüneki yurtuğa rayonu kalaydı aykırısı tutudu aykırımız tutmaydı. Eğer bir yerde aykırılap yeni bir devlette aykırılması aykırılmı tutmaydı aykırımı tutudu deydi. Lakin İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullah'ın ne kadar doğru fikirlik, Irak'ın kürer ikenlik, Allah Teala ne kadar tevfik begerlik hüküm çıkarışta malum boldu ki hazırki terakkat zamanımızda ay digenlik ki bir yerde kürelse hem yerde kürülüdüğallıkını ve şu nimeleri hakiki bunlar kalıdlar karımay aygılam kaydıgan bolsa asli ay digenanda bir yerde kürünep bir yerde kürülmeydiğen işte bu hazırkma ilgar durbullah teleskop diyen şey ile teleskop diyen de ilgar durbullada hemmini küreleydiğen boldu hazır. Ay bir yerde kürelse hem yerde küreleydiğanlığı bütün dünyanın nispetine aiti pen tekniki terakkiyat kılma intayın udul kelgen bir nima oldu? İmam Azam Ebu Hanife rahimehullah'ın ki mezhepleri. Hem de yeni bir rivayette mezhepteki yeni bir rivayette eğer iki rayon yani bu iki devlet diyelim iki devletin arasında bunda aynı ki çıkıdığan orunu bir buludığan derecede yakınlık olsa hoşun devlet olsa bu ya da bir devlette aynı kürep yeni bir devlet kürünmegeni kata kılınmaydı. Yeni bir kürünmegeni hesap kılınmaydı. Her ikisi okşaş rozu tutuyordu. Eğer bunda devletle ay kögünü 30 gün ay kömegini 29 gün tutsa 29 gün rozu tutkalının geldiğinde bir gün kazan tutuş vacip buludu. Hem de eğer bu aksice bunda olmay yani bununki ay kürülüdüğen rayonları başka derecede hoşun devlet olmay. Mesela Suriye bilen Irak'ta hoşun devlet olsa mana hükmü bir diyen gap. Eğer de bizim Türkistan bilen Saudi'de uzak bunda aylık bir sigarette bir şerekte bunda aylık uzun bulap kalgan yerdeki devlet bulap kalsa bu çağda bunun hükmü muhtelif buludu. Mağla aykırıp köyse bunu üzge Irak'ta devletlikindeki onun aykırımını onun üzge hem bir sürü kürep tutuş gerekte bunda bizim mezhepte bunda petva begelli mu bah. Hem de İbn Abbas radıyallahu anh ve Ayşe radıyallahu anhumaladın keger rivayette şunda bir rivayet gelen ki savmu kulli cemaatin yevme yasumun. Her cemaatin rozusu rozu tutan günüsüdür. Ulanın iftar kılan günüsüdür. İlgili Resulullah betkende müşehidis ba. Demek müşehidis hem de mav göz karşılığı gelen müşehidisini göz tutup dergilik. Anladın. Lakin mezhepteki en güçlü karaş şu bir devlette dünyanın karşı tarafı olsun ay kürelse kalan yerdikleri beri eğer şunu anlayalıysa şunu anlaşığı nemesi olsa şeraiti olsa hem Mısır tutuyor diyen bizim mezhepteki en muhtemet işencelik göz karaş. Hem de biz Ramazan ayı doğru kürüş hakkında söz yapıyorduk. Hem de Şevval ayının hükmünü beyan kılımız. Yani Rüzeyt'nin ayını kürüş meselesi. Bu Rüzeyt'in Şevval'ın ki hilal ayını izleşme okuddu. Ramazan ayını izleşme okşaşla 29. Ramazan'ın 29. günüsü izleşme. Bu mu vacip kifaye. Vacip kifayenin basit söz öttük. Hem de kim ki hem de Ramazan
nima Şavvalning eyni. O'zi yolg'iz ko'pdi. Boshqalar ko'p o'zi yolg'iz ko'rgan bo'lsa, bu odam ehtiyot yuzasidan nima qilmaydi, ro'zasini sundirmaydi. Boshqa kishilar qozi uni ko'rganligini qabul qilmasa, bu ro'za tutaveradi, ro'zasini sundirmaydi. Nimishqa shu yuqorqi so'zlab aytgan. Sizlarniki fitrukum yawma tuftirun degan bir asar İbn Abbas radhiyallohu anhu kelgan asar bo'lsa, Abi Hurayra, İbn Abbas emas, Abi Hurayra radhiyallohu anhudan kelgan asarda mavquf holatda, ya'ni payg'ambar shu Rasulullohga ulashmagan, lekin Abi Hurayra radhiyallohu anhu o'zi bevosita o'zi rivoyat qilgan. Sizlarniki ro'za haytinglar, sizlarniki hammanglarniki jamoatinglarniki iftor qilgan, ro'za tutmagan kunisidir degan shu asarning jitidan bir odam yolg'iz ayb ko'yapti, bilan odamni ko'mabdi bo'lsa, bu odam ro'zasini nima qilmaydi? Sundurmaydi. Bilir ro'za tutdi jamoat bilan deydi. Agar hamda bir odam ayb ko'p bo'lgandan keyin ro'za tutmayman deb ro'za tutmasa desa, bir kun qazosini qiladi, buning kafarati yo'q. Nimishqa buning e'tiqodida bu degan Shavval bu Ramazon emas deb e'tiqod qilganlik uchun nima kafarat kelmaydi. Hamda shubhi bo'lganlik uchun, ya'ni bu ay Ramazondanmi do'la yo emasmi deb hech kim ko'p mushug'an ham ko'pdi, hamda bu ya xato ko'p qoldimi degan bir shubhi bo'lganlik uchun nima bir kun qazoni qiladi. Agar hamda osmonda havo tutib qolib, ondan bir illat bo'lib qolsa, boshqa kishilar ko'rmagan bo'lsa ayni Shavval ayini demoqchi. Bu chaqda ikki odamning, ikki erning guvohchiligi qabul qilinadi. Yoki ikki er yoki bir ayol, bir er, ikki ayolning guvohligi qabul qilinadi musulmon bo'lgan. Nimishqa? Chunki normal guvohchilik, odamzod naqdi normal guvohchilik bir er, ikki ayol yoki ikki er yoki bir er, ikki ayol. Shunday. Endi bu Ramazon bilan Mishmani ayrim o'xshati keldik desanglar, Ramazonga Sha'bonni ko'rganda agar bir odam odil odamning birisi ko'rsa qabul qilinadi dedik. Musulmon bo'lsa, er bo'lsa, ayol bo'lsa, qul bo'lsa, ozod bo'lsa, qabul qilinaverdi dedik. Lekin nimada iftor qilish, ya'ni Shavvolga kelganda bu bir odamning qabul qilinmaydi. Faqat sirtdan gap qilgan shu cho'l bayoniga kelgan odamlar qabul qilinadi, lekin normaldagi ba'zi o'tirgan odamning bir odamning gapi qabul qilinmaydi. Lekin ikki erkak yoki bir er, ikki ayolniki guvohligi qabul qilinadi. Endi agar osmonda hech qanday illat bo'lmasa uchun, havo tutqi emas, uchiq turib hech kim ko'rmay faqat shu ikkidan men ko'rdim deb kelgan bo'lsa, bunda qanday bo'ldi desa, bizda mazhabda ikki rivoyat bor. Biri bir top jamoat Quduriy rivoyat qilgan, buni Quduriy ixtiyor qilgan. Ya'ni bir top kishilar ko'rmasa, bir top kishilar ben ay ko'rdim deb kelmasa, guvoh qilinmaydi, buni guvohlik qabul qilinmaydi deydi. Ya'ni bir rivoyatda ikki odam, eng bo'lmagan ikki odam kelib biz ay ko'rdik deb, ikki musulmon, ikki ozod odam kelib ay ko'rdik deb kelsa, buning guvohchiligi qabul qilinadi deydi. Endi Zulhaj'dagi ay ko'rish ahvolimi Shavvolga o'xshaydi. Ama hajniki ahvoli Shavvolga o'xshash. Shavvolga o'xshash degan gap, ya'ni o'xshashlar. Buningda ikki odamniki eng bo'lmagan ikki odamning guvohchiligi qabul qilinadi. Havo bulut qulab qolsa, ikki odam, havo bulut qolmay uch qulab qolsa, bir top kishilar yoki bo'lmaydi, buning ham ikki odam. Endi buningga dalilingiz nima? Buning dalil keltiring desa, buning dalil Rib'i ibn Hirash degan tabi'i Rasulullohning sahobalaridan bir kishidan rivoyat qilgan bir hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deganki, bu sahabi deganki, kishilar Ramazonning oxirgi kunida ixtiloflashib qoldi Payg'ambar zamonasida. Ikki dona Arabiy, ya'ni Yezdinki Saharadan kelgan ikki dona Arabiy kelib, Payg'ambar alayhisolamning qishida oy ko'rganligiga Alloh bilan qasam qilib bu guvohlik berdi. Tunigan akşam ay ko'rganligiga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kishilarni iftor qilishga buyurdi, ya'ni ro'za tutmaslikka buyurdi va bu ay ko'rdik biz tuniga akşam ay ko'rdik debdi. Payg'ambar endi bilganmiz, sen bana ro'za niyat qilib bo'lgan bo'lsang, men ro'zanglarni sundirib o'tinglar deb Payg'ambar alayhisolam endi namozga namoz o'qiymiz deb shuni buyurdi. Degan Mushu hadis, bunu Abu Davud'niki hadisi, Sunan Abu Davud rivoyat qilingan. Mushu hadisning jitidan endi Shavval yani Ramazonning oxirgi 29-kunishdagi ay ko'rish masalasidagi masala, ya'ni ikki odam. Payg'ambar ikki arabiyniki guvohligini qabul qilgan, ikki odamning guvohligi qabul qilinadi.
deganda dalilimiz shu hamda. Endi bizdeki oxirdagi masalamiz qaysi deganda shak kuni ro'za tutish. Endi biz oy masalasini so'zladik-ku. Endi oy ko'ringan, shak kuni ro'za tutish avval qanday bo'ladi desa, ulamolar, islom ulamolari shak kuni ro'za tutishda bu kunda ro'za tutish afzalmi yoki tutmaslik afzalmi degan barda qattiq ixtiloflar bo'lindi. Ular dedilarki, agar bu Sha'ban bo'lib qolsa, ya'ni shak kuni Sha'ban bo'lib qolsa, nima agar bu odam Sha'banda davomli Sha'banda komil ro'za tutgan odam bo'lsa yoki odatiga davomli shu shak kuni udulga qolgan bo'lsa, buning ro'za tutishi afzal. Biz buni ilgili darsimizda so'zlab o'tdik. Payg'ambar alayhisalom degan nima degan? La yataqaddamu ahadukum ramadana bis-sawmi yawmin aw yawmayn illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum zalika al-yawm. Yani sizlar bilinglar, Ramazandan bir kun baldır yoki 2 kun baldır ro'za tutamsın alayda. Faqatla bir odam davomli har yili Sha'banda ro'za tutib kelibdi yoki shu Ramazandan 1 kun 2 kun baldiki shu kunlarda ro'za tutib kelib odat qilgan bir odam bo'lib qolsa, u kun ro'za tutsin degan bu hadisni aytadigan bir qism ulamolar hammasi buniki agar odati bo'lsa ro'za tutishi afzal, odati bo'lsa. Agar odati bo'lmasa shu desa, Muhammad ibn Maslama deganki bu kunda bu hadisga binoan ro'za tutmaslik afzal degan. Nusayr ibn Yahya deganki ro'za tutish afzal degan. Buni nimishqa, buning dalili nima desa, biz buni ilgili darsda rivoyat qilgan hadis, ya'ni Oysha va Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. O hadis bo'lsa, ya'ni Oysha va Abu Hurayra radhiyallohu anhular meniki Sha'bandan bir kun ro'za tutqinim, Sha'bandan bir kun ro'za tutqinim, Ramazandan bir kun ro'za tutmaganimdan afzal degan shu hadisni rivoyat qilib o'tdik bu yerda. Ya'ni buni hukmi, demak men ro'za tutsam nimadan? Nafli niyatini qilib tutayverma. Buni ro'za tutsam nafli niyat qilmayman, yoki shak kuni deb niyat qilmayman yoki Ramazonning farz deb niyat qilmayman. Nafli niyat qilib tutayverma. Agar bu shu kun Ramazondan bo'lib qala bo'lsa, tabiiyki buni tutgan niyatim faqat nafli deb niyat qilgan bo'lsam, bu Ramazon ro'zasidan bo'laydi. Buni biz ilgili darsda so'zlab o'tib bo'ldik. Ilgili darsda so'zlab o'tib bo'ldik. Agarda hamda agar bu Sha'bandan bo'lib qolsa, Sha'bandan hisob bo'laydi. Chunki Oysha va Abu Hurayra radhiyallohu anhuma mushu hadisni so'zlagan. Biz shuni dalil qilib turib hamda Nusayr ibn Yahya qatorliq ulamolar va Abu Yusuf rahimahulloh, biz Hanafi mazhabidagi eng nomzodlardan bo'lgan Abu Yusuf rahimahullohmu mushu qavlni tanlagan, al-Muxtar. Tanlangan gap mushu degan. Endi Abu Yusuf rahimahullohdan kelgan rivoyatda eng tanlangan rivoyat qaysi desa, Mubtahunum, Qazahunum, onun xos kişileri, xos ahli ilmiler hammasi umumun nasqa. Bunda shak kunisi qanday qildi desam, umumiy cho'ng fatvo masalasida shak kunisi hamma kishilarni shu tik chinqi tush vaqtigacha saqlab turishga buyuruydi. O'zi nafli niyatini qilib ro'zani tutadi. O'zi nafli niyatini qilib ro'zani tutadi. Nima ish saqlashga buyurdi kishilarni desa, chunki oyni ko'rib qilish ehtimolli bo'lib qolganligi uchun, ya'ni oy ko'rib qilish ehtimolligi. Anladın? Yani demek bu ilgili zamanlarda hozirgi zamanga o'xshamaydi. Yiltin o'xshamaydi. U chaqda internet yo'q, telefon yo'q, bir yerda oy ko'rgan rasm orqali rasm tadbirkim yo'llayolmaydi. Tak akşam oy ko'rgan odamni kelib, ashunda yoqdi cho'l bayovoldagi odamni kelib, shaharga kelib, shu kishilarga, mo'min musulmonlarga jamoat biz bugun oy ko'rdik deb guvohlik berdigan kappo'g'chilik vaqtda hammadan nima vaqtda saqlab turdi. Yani chinqi tush vaqtigacha. Chunki chinqi tush vaqtigacha buni niyat qilish vaqti var. Biz tungi darsimizda so'zlab o'tdik. Agar chinqi shu vaqtigacha hech kim biz oy ko'rdik deb kamisa, shu vaqtida qozoqning hammalarning nimaga bo'luydi? Hamda ifto qilinglar, bir Rusmanglar deb Rusmaslik buyurdi shakkan usta. Ama shakkan usta hammadan ko'mildi bilan yuti va qilmaydi. Anladın? Yuti va qilmaydi. Saqlab turish kerak. Navodir bir shayt xabar kelib qolsam. Endi hozirgi zamonimizda shu. Endi hozirgi zamonimizda havali internetda adasiz ijtimoiy qilib ketdi. Amma oqshomda oy ko'rgan aman xuftamgacha bo'lgan oyliqda oyning ko'ringan rasmni yo'llanib ketib bo'ldi. Alhamdulillah. Hozirgi bu ne'mat intayin katta bir yaxshi ne'mat oldu. Şu hozir hammadan oy qalabdan tutsa bo'ladi shu. Saudiyadanki ko'z tutish operatori oyni ko'ribdi,
Kuveyt'nin kuraptı İslam devletlerinin, İslam devletlerinin ilgar terakki kılan devletlerinin ay küzütüş aparatları da aynı kuraptı diyen hemen rutusu bulabilirdi hazır. Emdaş İmam Ahunum, alimler, şu has kişiler hemmesi nepli niyetini kılıp ruz tutuyordu. Bununki hükümeni bayan bulduk. Mana müşakere vaktimizde biz bugünkü ay görüş, ay izleş diyen alahide derslikimizni tamamlap boğan bulduk. Hem de hürmetli kırındaşlarımızın talep kıldığımız şu ki Müslüman diyen Muşu asmandaki aylan bizning bağlanışlığımız intayin yukarı. Her qanday adam mescitlerge alamet koysa, Müslümanın alakası, tek kafirler Müslümanın alakasını, alametini bilmekçi olsa, ay belgesi, hilal ay belgesi arkalık biladi. Bizde Türkistan'ın bayrağımız mı, Türkiye'nin bayrakları hemmesi hilal ay koyulgan. Hilal ay bizning İslam'daki ibadetlerimizge vekillik kılıdı. Vekillik kılıdı. Şunun için demek İslam'daki ibadetke vekillik kıldı diyen gep, İslam'a vekillik kıldı diyen gep. İslam diniga vekillik kıldı diyen gep. Demek bu ay meselesi pek mühim. Bizning ay bilan bo'lgan munosabatimiz intayin zich, hamma haj ibadetlerimiz, barliq ibadetlerimiz ayga bog'liq. Shuning uchun har bir musulmon ayga diqqat qilishi, ha bugun falani ay kiydi, bugun pustani ay kiydi, ha falani ay kiydi deb hamma ayni sanab turish, ayga manchi deb buni sanab hisoblab turish. Chunki har ayniki biz birinchi darsimizda har oydagi fazilatli ro'zalarni tafsili so'zlab o'tdik. Shu fazilatli kunlarga erishish uchun nima qilish kerak? Oyga qarash kerak. Islom dinida kunga, quyoshga qaramaydi, oyga qaraydi. Oy hisob bo'lgandan keyin. Shuning uchun hurmatli qarindoshlarimiz, bu oyga nisbatan ingimizni bir ko'tarsak, oyga nisbatan ingimizni bir ko'tarsak, hammamizga Alloh taolo tavfiq hidoyat ato qilsin va oxiru da'vana alhamdulillah.